Dostlar 2018 yıl Captiva 4'ümüzden basatıladigan Sustainasi idealniy Sustainadan mashinamizda полностью shumkalar urilgan, 20 diskali, amortizator ходовойлар hammasi soz holatda mashinamizda. İçine giradigan bo'lsak, buni ichi o'zining родной holatida turibdi. Metan, propanlar qo'yilmagan. Sidalar joyida do'stlar, mana. Sidalar joyida. Shunday holatda, yani balonlarni o'tib tashlab, paket 4 tane balondan qo'yilib turibdi do'stlar. Buni ichine giradigan bo'lsak, ichki holatlari o'ta go'zal holatda turibdi mana. Shunday holatda do'stlar. Captiva 4 bo'ladi bu do'stlar. Sistem o'zi 2018 oxiri lyuklari kamera ko'rilgan. Do'stlar. Sizlarga qaranglarmi? Shunday holatda yana. Mashinamiz o'ta ideal holatda turibdi. Polirovka, ximsiga, полностью shumka. Sesini eshitdinglar? Eldingi krelacha. Полностью urilgan shumka do'stlar. Ko'rdingizmi? Ideal holatda turibdi mashinamiz o'ta. Shunday holatda yana. Captiva 4 2018 yıl. Полный shumka, 4 tane yangi balon, 20 diskali. Shunday holatda yana. Do'stlarning kraskasini keladigan bo'lsak, kraskasi faqat o'sha 2 ishkinda bor. Bundan ham petnoni hisobidan sapilgan. Hech qanday udor yeb, birlar qishay ketgan stokalarning birlarida yo'q kraska. Shular ham sog'ini o'zining ishlari. Faqat yuzunda kraskasi bor, 2 ishkin yuzunda. Boshqa ham meri soz holatda turibdi mashinamiz. Uni pulni kiradigan bo'lsak, do'stlar, pulni 193 million so'm qo'yamiz, ustiga kelishamiz. Kredit, barter hamma narsa bor do'stlar. Shunday holatda yana. 193 million so'm menimcha normalniy baho. Sustainasi zo'r. 150 ming oshkirab yurgan. Shunday holatda yana. Kimga qiziq bo'lsa bu do'stlar 91 dan 984 84 83 telefon urg'inglar.